Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Xonbutxonga Ali Xo'jayev ancha bemorlikdan keyin hozir mana sog' salomat bo'lib uyga ko'rgani keluvdik. Choy ichib, mana suhbatlashib, gaplashib o'tiribmiz. Hurmatli obunachilar, kechagina hammani ko'rdingiz. Xonbutxon aka, G'iyos aka, Xurshidbek Rasulov, yana kim? Rustam aka G'oyipov, juda ko'pchilikka unvonlar berildi. Hamma san'atkorlarimizni, O'zbekiston san'atkorlarini shunday ulug' bayramlar bilan tabriklaymiz. Bitta narsaga ahamiyat berdim men aka. O'zbekiston xalq artisti unvoni xizmat ko'rsatgan artisti sakrab o'tib ketdi. Rustam G'oyipovga. Bir paytlar aka nimaga berilgan? Izro Malakovga xizmat ko'rsatgan berilmasdan xonandadan darhol xalq artisti berilganda Izro Malakovga. Endi xuddi shu holat O'zbekistonda ikkinchi marta qaytarildi. Rustam akaga ham xuddi shunaqa xonandadan xizmat ko'rsatgan berildi. Ilohim ajoyib shunday mukofotlar ko'paysin. Ustozni o'g'illariga ko'paysin. Xuddi shunaqa yangilik, birov sezmagan narsalar ko'paysin. Rustam akani kecha taqdirlash marosimini ko'rdim. Shunday bir yig'lagilarim kelib ketdi. Juda ham qadrdon do'stim, ham akam. 94dan hisoblasangiz aka 32 yil bo'libdi Rustam aka bilan aka-uka bo'lganimga. Ilohim salomat bo'lsin. Kecha shu bir narsani ko'rdim aka. Rustam aka prezidentimiz yoniga mana shunday ikki qo'li ko'ksida bordi. Prezidentimiz yuziga qaramadi. Mana shunday sipo bo'lib turdi. Oxirida ko'rdi shekilli prezidentimizni ham. Shunaqa odob bilan, shunaqa tavozi bilan bordi. Bo'lib ham 65 yoshida shunday mukofotga sazovor bo'ldi. Men Rustam akani yurakdan tabriklayman. Omon bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin. Rustam aka, 65 yillik hayotingiz orqada qoldi. Bu yangisi boshlandi. Endi bu yerga astoydil ishlashga majbursiz. Xonbutxon aka nima deysiz? Endi Rustam G'oyipovni anchadan beri bilamiz, san'atchida bu haqiqiy ustozimiz Sherali Jo'rayev shogirdlar hisoblanadi. O'zi nimalik Qozog'istonga Chimkentdan? Chimkentdan. G'iyos Boyto'bayam Chimkentdan. G'iyos akam Sayramdan. Sayramdan. Men demoqchimanki, Rustam G'oyipovga uzoq umr tilaymiz. San'atida endi mana unvonni olgandan keyin ortiq qamchilab yangi qo'shiqlarni yaratib, shu xalqlar do'stiga konsertlarda berib, amin. O'zbekistonimizda ichidagi bo'ladigan sodli to'ylarda olsin, xursand bo'lsin, shogirdlarni yetishtirib chiqarsin o'zidan. Amin. San'atkorlar ichidan hamma nomidan Rustam G'oyivga uzoq umr tilaymiz. Sog' bo'lsin. Rahmat aka. Omad bersin. Endi qarangki, hozirgi gapni yana bir qaytaraman. Rustam aka ko'rsin buni. Rustam aka 65 ga kirib xalq artisti oldingiz. Lekin bilib oling, bu sizni bemalol yurishingizga yo'l ochilmadi. Endi bundan ham katta mashaqqatli, qiyin, og'ir kunlar kutyapti. Bu og'ir kunlarda Alloh taolo sizga salomatligingizni, baquvvatligingizni bersin. Albatta. Xudo yuzingizni yorug' qilsin. Endi 24 soat uxlashdan o'rniga 20-48 soat ishlaysiz Rustam aka. Chunki prezidentimizni, xalqimizni baxtiga salomat bo'lib, shu eng zabardast afsonaviy qo'shiqchi bo'lib yetilib, bundan ham ziyoda hayot ko'chirishingizni Allohdan so'rab qolaman. Xonbutxon aka omon bo'lsin, G'iyos aka ham tinch bo'lsin. Mana Xurshidbek Rasulovga ham berdi. Xurshidbek Rasulov ham nihoyatda bir oliyjanob, kichik ko'ngil bola, juda ham kichik ko'ngil bola. O'g'li chiqyapti mana orqasidan. Yaqinda Qo'qonda prezidentimiz bilan ko'rishganini, suhbatlashganini ko'rgandik. Hammasi salomat bo'lsin. Xurshidbek juda ham katta mehnati evaziga xizmat ko'rsatgan oldi Xurshidbek. Juda ko'p mehnat qildi lekin shu bola. Bolajon, hozirgi gapingizga qo'shimcha gap, qo'lim navbatdan tegadi. Necha yillardan beri umuman kutayotgan hofizlar bor-da. Shu hofizlarimiz ichida o'lmas Alloh bergani degani bor. Shu insonni ham xudo xolasa bir
vaqtlar kelib qolar bo'lsam, tezda kunlarda biladi, juda kuchli hofiz. Israri tomoniga ham, maqom tomoniga ham, shu yigitga ham unvonni oladigan paytlari allaqachon o'tib ketdi, deb Xudo bersin. Mana unvon olganlarni hammalariga Xurshidbeyda, bo'lib ham Xurshidbeyda juda ham ko'p shinavandasi ko'p. Xurshidbeyda shinavandasi ko'p, biz o'zimiz ham shinavandamiz. Shinavandasi ko'p. Xurshidbeyga Imkoniyati boricha jonli narsani aytishga harakat qiladi. jonli aytadi aka. Jonli aytadi. Mana shu hozir Rustam akani aytdik, Rustam aka doimiy jonli. Mana hozirgi qatorda kelyapti, endi Sherali Jo'rayevdan keyingi paketda kelayotganlar Rustam G'oyib bor, Xurshid Rasulov bular aniq jonli. Men garantiya beraman va bu yosh katta san'atkorlardan keyin ikkita aka-uka kelyapti. Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayev kelyapti. Albatta. Men kechagina bitta nimada aytdim, bu jonli ijroni eng yoshi mana shu Shohjahon bilan Zohirshoh. To'g'ri. Mana kattalar o'tib ketdi. G'ulomjon akam ham yoshi bir joyga bordi. Farruh akamlarniki ham yoshi bir joyga bordi. Endi hozir keyingi pokoleniyaga mana Ozodbek Nazarbekov salomat bo'lsin, bizni Shahrixonimizdan chiqqan vazir omon bo'lsin, oilasini baxtiga tinch bo'lsin. Vazirlikni go'zal, chiroyli holatda olib yuraversin. Homidxon aka hammasiga omad. Rustam akaga yana bir bor 65 yoshingizda xalq artisti unvoni oldingiz, lekin 25 yoshli bolani ishini qilib, kuch, matonat, shiddat bilan ishlashingizni kutib qolaman. Sog' bo'ling. Rustam aka, zo'rsiz, gap yo'q.